Assalomu alaykum. Otim Abdul yoshim 39, yaqin infeksion bolnisaga tushib qoldim. Ko'k yo'talsan deyishdi. Menga o'sha yerda ko'knor yog'ini ichishni tavsiya qilishdi. Olaman desam, Turkiya korporatsiyasining mahsuloti ekan, Ersak degan firma ekan. O'shani yog'idan olib berdilar. Orqasidan yaxshi bo'lib ketdim. Tavsiya qilardim shu firmani. Juda zo'r effekt. Men masalan foydasini sezdim. O'g'lim ham ko'k yo'tal bo'lib chiquvdi. Остаточный anaqalari bor edi, yo'talvatdi hali. Men bo'lmasa qancha ukollar olib chiqdi bechora 2 mahalla. 3 yoshligina bo'lsa ham kichkinagina anaqasiga bechora qancha antibiotiklar oldi-da. Baribir yo'tali ketmadi-da. Shunda ham qayt qilib yuborgudek bo'lib yo'talvatdi. Mana bugun adajon aytdilar. Anaqa Umida, anaqangiz kamayib qopti, bolangizni yo'tallari kamayib qopti ancha dedilar-da. Ular ham sezdilar-da. O'sha ancha kamaydi. Kuniga bitta, ikkita yo'talib qo'yapti-da. Unga ham berdim. Boshida siz aytgandek, bunga ham 3 tomchidan keyin tomchisini ko'paytirib berdim. Spokойный uxlayapti o'shandan keyin. Zo'r ekan mahsulotingiz. Yana xudo xolasa, yana 3 tami, 4 tami zakaz qilamiz, olib qo'yarsiz. Kelyaptimi? Bu to'xtab qoldi degdingiz-ku, nalichingiz bo'lsa bizga olib qo'ying.